Assalomu alaykum, xush keldinglar. Bugungi videoda Kanadaning poytaxti Ottawa shahridagi 3 chung oliy maktabni tanishtirmoqchi, ya'ni o'quvchi viza iltimos qilganlar uchun. Oldingi bir videomda o'tgandek, o'quvchi viza iltimos qilishniki birinchi bo'lib qiladigan ish maktab tanlash va programma tanlash. Agar qaysi maktabni tanlashni bilmay qolayotgan bo'lsangiz, men hozir o'zim turayotgan shahardagi 3 chung oliy maktabni tanishtirmoqchi. Ottawa'dagi 3 chung oliy maktab Ottawa University, Carleton University va Algonquin College. Ben bu oliy maktablarniki ulanish betini shu o'zimniki hozir ishlayotgan shu videoniki tushuntirish qismiga yozib qo'ymoqchi. Qaysi maktablarniki ulanish betiga kirib, o'zinglar qiziqadigan programmalarniki tafsiliy ahvolini, ya'ni o'qish pulini o'zaro solishtirish orqali maktablarni tanlasanglar bo'ladi. Bu maktablarga iltimos qilgan chog'da hamda o'qish boshlashdan eng oz deganda 6 oy ilgari iltimosni boshlashingiz kerak. Shunlashqa vaqtni chingitib, ishlarga baldur tayyorlikni boshlagan yaxshi. Navbat Ottawaga kelib o'qimoqchi bo'lsanglar, shu 3 maktabningki adresini men bu yerga yozib qo'ydim. Kanadada boshqa tanishinglar bo'lmasa, men o'zim Ottawa shahrida yashayman. Kelganda o'sha ishlaringlarga men ta'minlamda bo'lsam bo'ladi. Bu yerda Uyg'ur o'quvchilar bor va Uyg'ur boshqa Uyg'ur jamoati bor, kichik bo'lsin, bir Uyg'ur jamoati bor. Ishlaringlar xush bo'lsin. Kelarki videoda görüşelim. Kanada'daki turmuş qiziqsanglar yoki Kanada to'g'riliq texnika uchurlarga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, kanalimga abone bo'lishni unutib qolmanglar. Beni besib qo'yinglar. Do'stlaringlarga tavsiya qilib qo'yinglar. Rahmat.